Kalanxoya faqatgina chiroyli manzarali o'simlik emas, balki haqiqiy uy dorixonasidir. Kalanxoyaning ko'p turlari, ayniqsa Kalanxoya patsimon, pinata va digrimona nomli turlari o'zini shifobaxsh xossalari bilan mashhur bo'lib, xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Keling, bugungi videoda Kalanxoyaning shifobaxsh xususiyatlari va uni uy sharoitida qo'llash usullarini batafsil ko'rib chiqamiz. Kalanxoya tarkibidagi foydali moddalar. Kalanxoyaning shifobaxsh xossalari o'simlikni boy kimyoviy tarkibi bilan bog'liq. Uni tarkibida flavonoidlar, polisaxaridlar, organik kislotalar, dublovchi moddalar, mikroelementlar va vitaminlar mavjud. Kalanxoyaning shifobaxsh xossalari. O'z tarkibi tufayli quyidagi xossalarga ega: yallig'lanishga qarshi, antibakterial, yara bitkazuvchi, immunitetni oshiruvchi, og'riq qoldiruvchi, shishga qarshi ta'sirlarga ega. Shifobaxsh Kalanxoyadan turli kasalliklarda davo sifatida qo'llaniladi. Ammo ulardan qo'llanish jihatdan mashhurlari bu tumovda va shamollash boshlanishida burunga sharbatini tomizish orqali qo'llanadi. Kalanxoyaning antibakterial, yallig'lanishga qarshi va yarani tez bitkazish xossalari tufayli uni sharbatidan turli yaralarni tozalash va tez bitishiga erishish uchun xirurg, ginekolog, oftalmolog, stomatologlar foydalanishlari mumkin ekanligi ma'lumdir. Aptekalarda ham Kalanxoya sharbatini flakon va ampula shaklida sotilishini guvohi bo'lish mumkin. Kalanxoyani uy tabobatida qo'llash. Eslatma o'rnida aytish lozim, har qanday xalq tabobati vositalarini qo'llashdan oldin albatta shifokor bilan maslahatlashing. Ayniqsa sizda surunkali kasalliklar yoki allergiya bo'lsa. Yara va kuyishlarni davolashda. Yarani yuvib tozalang va ustiga Kalanxoyani yangi bargini 15-20 daqiqaga qo'ying. Bog'lab qo'yish mumkin. Yara bitguniga qadar kuniga 2-3 marta takrorlang. Shamollash va burun bitishida. Kalanxoya barglaridan sharbat chiqarib, uni qaynatilgan suv bilan 1:1 nisbatda aralashtiring. Kuniga 3-4 marta har bir burun teshigiga 2-3 tomchidan tomizing. Immunitetni mustahkamlash uchun damlama tayyorlang. 1 osh qoshiq maydalangan Kalanxoya bargini 1 stakan qaynoq suvga soling. 2 soat damlab qo'ying, so'ng suzib oling. Ovqatdan 30 daqiqa oldin kuniga 3 marta 1 osh qoshiqdan qabul qiling. Stomatit va milk yallig'lanishida. Kalanxoyani yangi bargidan kichik bo'lakni chaynab, og'izda 5-10 daqiqa ushlab turing. Kuniga 3-4 marta takrorlang. Ehtiyot choralari. Kalanxoyani foydali xossalariga qaramasdan uni qo'llashda ehtiyot bo'lish lozim. Shifokor maslahatisiz Kalanxoyani ichga qabul qilmang. Allergik reaksiya bo'lsa qo'llashdan saqlaning. Homiladorlik va emiziklik davrida qo'llash tavsiya etilmaydi. Tashqi qo'llashda teri reaksiyasini kuzatish kerak. Agar achishish, qizarish paydo bo'lsa, qo'llashni to'xtating. Kalanxoya uyingizni bezabgina qolmay, sog'liqni saqlashda haqiqiy yordamchiga aylana oladigan ajoyib o'simlikdir. Ammo unutmang, xalq tabobati vositalari kasbiy tibbiy yordamni almashtira olmaydi. Jiddiy kasalliklarda albatta shifokorga murojaat qilish zarur.